Hammaga salom. Bugungi videoda men sizlar bilan biroz Fransiyadagi Olimpik o'yinlari haqida gaplashmoqchiman. Bunga sabab oxirgi paytlar ijtimoiy tarmoqlarda qayerga qarama barchasi shu Olimpik o'yinlari haqida gapiryapti. To'g'ri, mana shu gapiruvchilarning aksariyati negativ fikr bildiryapti. Shuning uchun menimcha bugungi videoda men negativlik qilmasam kerak, chunki nima qilaman ko'paytirib, to'g'rimi? Misol uchun mana shu negativliklardan oxirgisi bu Rachel Gunnning chiqishi. Rachel Gunn bu Big Girl, breakdance yo'nalishi bo'yicha o'nga tushib chiqqan. O'zi to'liq kontekstni keltiraman, breakdance nimaligini bilmaganlar uchun. Breakdance bu bizga ma'lum bo'lgan sport gimnastikasining va bizga ma'lum bo'lgan mana shu an'anaviy va zamonaviy raqslarning birlashmasi. Ya'ni shu birlashgan qandaydir turi. Va avvallari bilishimcha bu raqs yo'nalishi bo'lgan va endi mana sport menimcha. Chunki mana Fransiya o'yinlarida chiqdi sport sifatida. Ya'ni ilk bor tanishtirildi. Bir tarafdan xursandman bundan. Chunki to'g'risini aytsam, men yoshligimdan havas qilganman mana shu B-boy, B-girllarga. Ya'ni shu B-boy, B-girl degani shu break dance ga o'nga tushuvchilar. Nimaga havas qilardim? Chunki mana shu raqsda harakatlar juda ham murakkab, juda ham tez, ko'p koordinatsiya, ko'p kuch talab qiladigan harakatlar. Shuning uchun havas qilganman hamisha. Bugungi kungacha, chunki o'zim raqsga tushishni bilmayman. Xullas, gapni cho'zib yubordim. Rachel Gunn degan bir ayol mana shu Olimpiadada Avstraliyani reprezentatsiya qilib, ya'ni Avstraliyaning nomidan chiqdi va raqsga tushdi. Bilishimcha 3 raund o'zini ko'rsatgan va 3 raunddan 0 ball olib chiqqan va hozirgi paytda endi butun dunyo uni ustidan kulyapti, yomonlayapti. Ba'zi bir odamlar nimagadir unga o'lim tilashyapti. Sharmanda qilding Avstraliyani, bu kundan o'lganing yaxshi, falon-piston, xullas tushundingiz. Va shu joyda men hayron qolyapman. Nima keragi bor bunchalik negativlikni? Ha, to'g'ri, ermak qilish kerak va menimcha ermak qilish kerak ham, lekin qaysi ma'noda? Kinoya sifatida, ya'ni shu qandaydir o'ziga yarasha xulosa chiqarish uchun kinoya qilish kerak. Chunki hech kim ham yaxshi o'nga tushmaydi-ku va nima bo'lishidan qat'iy nazar bizga nisbiylik tushunchasi uchun yaxshi yomonlik ham kerak-ku. Ya'ni mana kimdir shunday tushibdi, biz bilamiz. Aha, mana shunday tushish demak yomon ekan. Keyingi safar mana shunday tushish kerak yoki bunday tushmaslik kerak. Mana shu tushunchaga ega bo'lish uchun ham bizga qandaydir odamlar kerak-ku. Mana shu endi Rachel Gunn bo'libdi. Agar pozitiv jihatdan qaraydigan bo'lsak. Lekin yo'q, odamlar qo'yaverasiz endi. Pushaymon qildi mana shu ayolni chiqib raqsga tushganligiga. Lekin men to'g'risi tushunmadim, nima bo'lyapti, nimaga uchun bu ayol Olimpiadaga chiqdi. Shuni tushunmasdan men kavlashni boshladim va dissertatsiyasini topdim. Aslida bu ayol dissertatsiya yozgan ekan va raqsning mana shu sohasi bo'yicha PhD unvoniga ega ekan. Ya'ni u doktor ekan. Ya'ni mana shu raqs falsafasi doktori ekan. Ya'ni mana shu raqs qanday bo'lish kerakligi haqida fikrlaydigan odamning mana shu darajasiga, falsafasining doktor darajasiga yetgan odam ekan. Va kelgan, yo'q deb tekshirishni boshladim, qayta qarashni boshladim mana uning raqslariga va haqiqatan ham e'tibor berishni boshlasam, o'zining raqsida u juda ham ko'p ramziy harakatlar keltirgan ekan. O'zini bunday qilib kenguruga o'xshatgan yoki yotib olib yumalab koalaga o'xshatgan, ya'ni mana shu Avstraliyaga ramziy bo'lgan hayvonlarni ko'rsatgan, namoyish qilgan o'zining raqsida. To'g'ri, mana shu katta muammo, chunki odamlarning stereotipida break dance deganda mana shu qandaydir cool, ya'ni kurtoy qandaydir harakatlar, aylanishlar, irg'ishlar, shularni tushunganda endi odamlar break dance deb. Bu Rachel Gunn degani esa qandaydir koalani, qandaydir baliqni, koalalarni ko'rsatib turibdi. Shuning uchun odamlar tushunmagan, ermak qilgan, lekin men tushundim. Lekin baribir ermak qilaman. Chunki ermak qilish kerak. Lekin ermak bo'lganda shunday qora qandaydir ermak emas yoki o'lim tilaklari emas yoki bunday yerga urish emas, kinoya. Yaxshi ma'noda kinoya va yaxshi xulosaga kelish kerak. Chunki mana shunday ayollar bor ekan, biz tushunamizki, rivojlanish bo'ladi. Mana shu kim biladi, aslida o'zi bunchalik ham o'zi yomonlab ham bo'lmaydi, chunki bu ilk bor bo'layotgan narsa, endi birinchi bo'lgan narsa. Agar siz mana shu gimnastikani 40 yil oldingi gimnastlarni ko'rsangiz, kulasiz, ustidan kulasiz, chunki 40 yil oldin gimnastika umuman boshqacha bo'lgan. Ayollar shunday qilib qo'ygan bo'ldi, va 9 ball. Hozir ayollar nimalar qilib tashashyapti, o'z bilasiz gimnastikada. Shu endi boshlanishi, shuning uchun bunchalik ermak qilish kerak emas. Lekin kinoya qilish kerak. Menga bitta ikkita hazillar ko'zimga tushdi, juda yoqdi. Bugun bo'lishaman gruppada. Ko'p gapirib bordim. Hammaga xayrli kun. Kunini endi boshlaganlar uchun yoki ish kunini endi boshlaganlar uchun menda o'zi ishimni yarimi tugadi.
shunaqa gaplar. Tinch bo'ling.